Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Yana qara gul. Pink gul. Zo'rmi? L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil il n'attend rien. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, c'est la story. Wow! Yoqimlayapti. Voy, barakalla Milana, muncha yaxshi qiz, muncha aqlli deb yolg'ondan maqtaymiz har kuni. Nima bo'ldi? Nima qilding? Bolajonlaringiz uchun maxsus chupa-chupslar tayyor bo'ldi. Sizlarning farzandlaringizga xush yoqishiga ishonaman. Hech ham yemasdi klubnika. Wow! Mana guldastam tayyor bo'ldi. Bu degani mening ko'rsatuvim boshlandi. Ko'rib turganingizdek, bugungi ko'rsatuvda men yolg'iz emasman. Qizalog'im Milana bilan birgalikda sizlar uchun foydali va ajoyib bo'lgan retseptni bo'lishamiz. Bugun asal qizim Milana bilan biz limonchali ko'ylak kiyib oldik, chiroyli qilib. Yoqdimi senga? Yoqdimi? Ha? Milananing ko'ylagi yoqdimi, shapkalari? Bugun uyalvonmiz hozirchalik. Demak, farzandlaringiz bilan uy sharoitida qanday qiziqarli bo'lgan shirinliklar tayyorlash mumkin degan savolga bugun javob topa olasiz. Demak, jarayonni boshladik. Keliningiz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib bazanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chefbook, mazali retseptlar mana shu yerda. Demak, bizga kerak bo'ladi qulupnay, moloko, ananas, tayyor pirog yoki mana shu biskvitni o'zingiz uy sharoitida tayyorlashingiz ham mumkin. Endi yana bizga mana bunaqa bezaklar kerak bo'ladi. Shokolad albatta, suyultirilgan, ya'ni eritib olingan. Buning uchun biz bolajonlar yaxshi ko'radigan suyuq shokoladga ozgina yog' qo'shib, mana shunaqa eritma ko'rinishida tayyorlab olamiz. Endi mana shunaqa bezaklar bizga kerak bo'ladi va ishni boshlaymiz. Birinchi navbatda qulupnaylarimizni chayib olishdan boshlaymiz. Idishimiz ham hattoki qulupnayli idishcha. Qara. Asalmi? Voy! Mana bir xil qara, qulupnay. Endi Milana bizga hozir yordam beradi. Qulupnaylarni chayamiz. Milana qara, katta qulupnay. Zo'rmi? Hozir endi har bitta qulupnayni salfetka orqali quritib chiqamiz. Ustiga qo'y Milana. Ol. Ana. Endi mana bunaqa qilib quritib chiqamiz hammasini. Bittalab. Chunki shokolad yaxshi yopishishi uchun qulupnaylarga. Aziz onalar, biz bolajonlarning oshxonaga bo'lgan mehrini kichik 3-4 yoshdan boshlab biz mehr bergan holda o'rgatishni boshlashimiz kerak, chunki bu kelajakda juda ham foydali bo'ladi. Ko'p hollarda katta qizlar oshxonani yomon ko'rib qolishadi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun baribir biz ota-onalarning zimmamizda mana shunaqa mas'uliyatli bo'lgan vazifalar ham bor. Chunki bizga ham ota-onalarimiz mana shunaqa oshxonani o'rgatishgan. Opa qil endi. Chum-chum qildi-da qulupnaylar. Bunda qil, bunda. Tayyor bo'ldimi? Ha. Mana ustiga qo'y. Mana, bu yoqqa qo'y. Yoqdimi senga? Birga qilamizmi shunaqa? Mana, yana bitta chum-chum qiladi qulupnay. Voy. Nima bo'ldi? Bolam?
Milana Asal qizim uyda juda ham aqlli qiz, ba'zida erkatoyliklari ham bor. Erkalanib oyisining aytganini qilmaydigan holatlar ham bo'ladi, lekin mana, lekin rosa yaxshi qiz, to'g'rimi? Milana yaxshi qizmi? Milanaga Zumrad va qimmat ertaklarni qo'yib beryapmiz oxirgi vaqtlarda. Yomon qiz. Mana endi yaxshi qiz. Ikki xil qiz bor ekan. Sen yaxshi qiz bo'lgan, xo'pmi Milana? Desam Milana nima deydi? Xo'p deydi. Zumrad va qimmatdagi qimmat Milanaga yoqmadi. Unaqa qiz bo'lmas ekan. Voy, Assalomu alaykum otajon. Zumrad kelibdi. Zumrad keldi, Zumrad. Xush kelibsan qizim. Qarab to'ymaydi ko'zim. Sandiqni och. Alxazar, Nima bular? oltin o'sar. Ha, bularning hammasi sehrgar buvim sovg'asi. Sehrgar? Men ham u yerga boray, shunday sovg'alar olay. Yig'lamakin, borasan. Bundan ko'pini olasan. Aravani qo'shing chol. Qizimni elting darhol. Qiynamay, eson-omon shum Zumrad borgan tomon. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Erkangizni eltayin. Babus. Mana. Qizalog'im 3 yoshga to'lganida, 3 yoshga to'lganida mashhur xonanda Rayhon Ganiyevani klipida suratga tushgan va 1 yoshligida Vohidjon Isoqov degan xonandani Qizalog'im nomli klipida suratga tushgan. Uyda ko'pincha Milanani qo'y bitta ko'ray deb iltimos qiladi, keyin biz qo'yib beramiz. Keyin xursand bo'lib tomosha qiladi o'zi. Seni diye asal kızım seni diye dünyalardan geçermem ben seni diye asal kızım seni diye dünyalardan geçermem ben seni diye. Bog'chaga borishni yomon ko'radi. Umuman bog'chaga bormayman deb yig'laydi. Lekin biz oxirgi vaqtlarda bog'chani qanaqadir yaxshi tomonlarini aytib berib, bog'chaga qiziqtirishga harakat qilyapmiz. Chunki ertalab yaxshi uyg'onishi uchun uxlab yotgan bolani shundoq turg'izsak turmayapti. Multfilmlar qo'yib beryapmiz. Qiziqarli bo'lishi uchun. Bog'cha jonim, bog'chajon, bog'chamizda keng maydon. Mening bog'cha opamlar, onamlardek mehribon. Mening bog'cha opamlar, onamlardek mehribon. La 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 la. Babus. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lol qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. Mana Milana Asal qizim o'zi qildi shunaqa narsalarni, Milana o'zi artdi, o'zi opa qildi. Ikkinchi farzandim dunyoga kelgandan keyin Milana rashk qilib qizg'ansa kerak deb o'ylagan edik. Aksincha ukasini yaxshi ko'rib, hammadan aksincha qizg'anayapti. Ko'chada voy muncha shirin o'g'lingiz deb kelib gapirishsa, qizg'anib ketib, o'zi achom qiladi, tema deb boshqalarga tegdirmaslikka harakat qiladi. O'zi yaxshi ko'rib ketadi. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear. Жизнь меняется, когда в жизнь приходит любовь. Удивительно, насколько правы те, кто говорят, что все самое настоящее в жизни начинается с любви. Babus. Ana. Ko'z. Oliymi? Opa qilamiz, ana. Milana juda ham dastyor qiz bo'lib ketdi, mana berilib ketdi, qaranglar. Voy, nima qilyapsan Milana? Apokilman. Voy, tozalamaysanmi? Ishonaman. Men shunaqa To'yapti. Xo'p.
Nega? so'zakka qiladi. Mani otim nima? Milana biladimi? Oyisini otini? Shahzoda. Voy, bilasanmi? Adani oti nima? Adani. Marat. Voy, biladi, Marat. Ana. Ukasini oti nima? Milanani ukasini oti. Jigisan. Ana, esiga tushdi. Hozir klubnikaga biz cho'p tiqamiz. Milana menga yordam beradi. Bo'ptimi? Mana bu Milanaga. Endi mana bunaqa cho'pchalarni olamiz va qulupnaylarga bunday qilib tiqib chiqamiz. Endi rozovый qilamiz mana. Hammasini shunaqa tiqib chiqamiz. O'rtasidan qil, Milana qara. Ha, o'rtasidan mana. Mana shu yerdan tiq. Ko'p tiqmaymiz. Mana. Endi olamiz. Bundoq qilib cho'pni ichiga bunday tiqamiz. Faqat qo'lingga ehtiyot bo'lgin, qo'ling og'rib qolmasin, xo'pmi? O'zing sekin-sekin qani. Ana, asalim. Zo'r o'xshadi. Mana biladi hamma narsani. Bolajonlarimizni, hurmatli onalar, ko'pincha biz telefonlar bilan, turli xil gadjetlar bilan band qilib qo'yamiz. Biz o'zimiz xohlamasak ham hozirgi vaqtda bolajonlar shu narsalarga ko'p talpinishyapti. To'xtovsiz multiklar, TikTok va yana har xil o'yinlar o'ynashadi telefon orqali. Shunaqa holatlarda biz bolajonlarni chalg'itishimiz kerak. Ko'pincha men uyda, uy sharoitida har xil guruch, moshlarni yoniga qo'yib qo'yaman. O'shalarni o'ynab o'tiradi maza qilib. Keyin legolar olib berganman, shu legolarni o'ynasin deyman. Telefonlarini berkitib qo'yapman oxirgi vaqtlarda. Oldin ko'p berardim, hozir bermayapman, chunki ko'p telefonda o'tirib qolsa yoki ko'p TikTok ko'rsa, avtomatik ravishda asabiy bo'lib qolish holatlari kuzatilyapti. Shu uchun oxiri mana shunaqa choralar qilyapman. Yellow красный. Voy, krasniymi? Qizil. Ana. Endi biz Milana bilan qulupnaylarni shokoladga botiramiz. Tayyormisan? Birga qilamizmi? Mana. Bu yaxshi. Bu yaxshimi? Lozim yaxshi. Ha. Qo'yib. Voy, tayyor bo'ldimi? Hozir ushab mana Milana bir pasta tayyor qildi. Voy, barakalla Milana, muncha yaxshi qiz, muncha aqlli deb yolg'ondan maqtaymiz har kuni. Yana qilsin deb. Hozir endi bizga pergamen qog'oz kerak bo'ladi, chunki tayyor shokoladlarimizni pergamen qog'ozga taxlab chiqamiz. Mana birinchisi tayyor bo'ldi. Sekin mana qo'yamiz. Bundoq qilamiz. Keyin ko'taramiz. O'sha o'zing. Ko'tar. To'xta. Bundoq qilamiz. Shokolad hammasi tushsin. Bo'lmasam juda ham ko'payib ketdi shokolad. Xo'p. Endi bundoq qilib bundoq qo'yamiz. Voy, mana barakalla Milana, buncha zo'r. Voy, ko'tar. Aha, bundoq qilamiz. Keyin bu yoqqa qo'yamiz. Qo'y. O'zing qo'y. Ana! Wow! Endi boshqa mevalarni ham shokoladga botirsak bo'ladi. Mana hozir bizda ananas bor edi. Tayyor konservalangan ananasni to'rtga bo'lib, mana shunaqa qilib botirib olamiz. Agar sizda olma yoki boshqacha meva bo'lsa, uni ham qilsangiz zo'r bo'ladi. Bu ananas. Milana, senga yoqadimi ananas? Voy, tushib ketdi-ku Layla. Aha. Bundoq tomizamiz. Mana, endi qo'yamiz. Qo'y. Ana. Berilib ketdi. Uyda qizalog'im bilan ko'pincha biz somsa pishiramiz. Ikkita o'qlovni olib, birgalikda somsa pishirsak, u juda ham yaxshi ko'radi, maza qiladi. O'zini tayyorlagan somsalarni ko'rib faxrlanib ketadi. Ro'moling qani? O'rmonda qoldi. Borib olib kel. Xo'p bo'ladi. Somsalardan ol.
Babus. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chefbook pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Hozir mahallada Milanani dugonalari bilan o'ynayotganini kuzataman. Bolajonlar hozirgi vaqtda eski o'yinlarni bilishmaydi. Biz bolaligimizda lafta o'yinlarini o'ynar edik. Keyin rezinka o'ynardik. Keyin kis miyav miyav degan o'yinlar bo'lardi. Maysagilam yalang oyoq chopar edim. Ko'k dalada ko'kka qarab yotar edim. Yalpizlarning bo'ylaridan o'par edim. Yalpizginam sen ham meni sog'indingmi? 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 Bolaligim sen ham meni sog'indingmi? Yerga chizib sapalak o'yinlarini o'ynar edik, tosh otib, keyin arqon o'yinlarini. Hozir hech qaysi bolalar ko'chada bunaqa arqon sakrayotganini yoki rezinka yoki lafta o'ynayotganini umuman ko'rmayapmiz. Babus. Endi kechagina aytdim. Nima qilayman? Endi qizimni dugonalarini yig'ib mahallada mana shu o'yinlarni o'zim o'rgatmoqchiman. Bu o'yinlar juda ham foydali bolajonlarni. Bolajonlarning rivojlanishiga. Mahallamizdagi bolajonlarni ko'rsanglar, faqat rolik uchishadi, skeyt uchishadi, segway uchishadi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qildim? Nima qildim bolam? Shokolad bordi ko'rdim. Voy kechir bolam, bilmay qolibman shokolad bo'lganini. Shokolad bo'ldimi? Buni kim qildi? Mamasi. Mamasi qildimi? Beri. Nima bering? Bu. Voy, mamnaqa qilasanmi? Sen qayerdan bilasan unaqani, Milana? Nima qilasan, bo'ptimi? Yaxshi etding-a, bizni ko'p katta bo'lib turib, xayolimizga kelmayotdi-ya. Eslatganingni qara. Ana endi mana bunaqa tayyor piroglarni olib, qo'lda uvalab chiqamiz. Uvalaganimizdan so'ng biz mana shunaqa tayyor quyultirilgan sutni, ya'ni suv sho'rmay molokoni qo'shamiz. Xo'p, bolam. Voy, buncha zo'r Milana. Chiroyli qilib chiq, yana qilib. Ana endi mana bunaqa yumaloq qilib chiqamiz. Milana aval deydi. Mana aval qilaman Milana. Senga zo'r narsa hozir pishirib beramiz. Klubnikasi bilan yeyaptimi Milana birinchi marta? Hech ham yemasdi klubnika. Vau! Ana endi yeyish mumkin bo'lgan qandolat zarlari bor maxsus. Buni konditorlar juda ham yaxshi bilishadi. Shundan hozir o'rab chiqamiz ozgina-ozginadan. Bezak uchun. Agarda farzandlaringizni tug'ilgan kunlari bo'lsa, mana shunaqa chiroyli qilib bezatishingiz mumkin. Ularga juda ham yoqadi. Babus. Mana ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning wow degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling.
siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Marhamat aziz onajonlar, bolajonlaringiz uchun maxsus chupa-chupslar tayyor bo'ldi. Sizlarni farzandlaringizga xush yoqishiga ishonaman. Oila davrasida albatta tayyorlab ko'ring. Ana endi qulupnaylarimizni tatib ko'ramiz, qanaqa chiqqan ekan. Assalom. Ha? Hozir birga yeymiz. Milana allaqachon qulupnaylarni yeb maza qilib o'tiribdi. Imkon boricha mana shunaqa katta qulupnaylarni olsangiz chiroyli chiqadi. Aziz pazanda kuzatuvchilarimiz, agarda sizlarda ham farzandlaringiz bilan birga tayyorlaydigan ajoyib eksklyuziv retseptlaringiz bo'lsa, biz bilan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni Instagram akkauntimga bemalol ajoyib retseptlaringizni yozib qoldirishingiz yoki Chefbook akkauntiga yozishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa sizning retseptingizni sevimli oshxonamizda birgalikda tayyorlaymiz. Yana kelgusi loyihalarda sizlar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolamiz. Xayr. Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.